Yaxshi o'g'irlab oldim. Tak, endi bu yerdan surish kerak. Qishloqlar yaxshiyam meni tanimaydi. Agar bilib qoladigan bo'lsa, bu yerda uzoq vaqt qololmasdim. Tak, Jo'xa kelyapti. Tezroq yashirinishim kerak. Tezroq. Ertalabdan mazza bo'lyapti ob-havo, lekin men quyosh yomon qizdiryapti. Nima qilsam ekan, biror ish qilish kerak, juda ham zerikdi odam. Qishloqda aylanaymikan yo bilmam. Brat uyimga kirmaylar ekan, xo'pmi? Men ketdim, qishloqni aylanib kelay bir. Xo'sh, qishloqda nima gaplar ekan, a? Birorta ham qishloq men bilan gaplashishni xohlamayman. Qaranglar, bir-biri bilan gaplashyapti uzoqdan turib. Va yaqinroq turib bir-biring bilan gaplash, bir-biringga eshitibsanlar. Men lekin birorta ikkalangni ham eshitayotganim yo'q. Bilmasam, tak bu yerda suv quduq bo'lgan ekan, suv bo'ladi. Shu uyni tuzatib olaymikan, ha? Menga yoqayapti qanaqadir, zo'r uyga o'xshayapti. Lekin turishi g'alati-da. Buni sozlashga juda ham ko'p vaqtim ketadi. Mer uydamikan, ha? Merda bir poylaylikchi. Ish qilyaptilar, brat. Ish qilyaptilar. Bratga xalaqit beramiz. Ijod qilyaptilar, brat. Ya janob qishloqi, qandaysan? Yaxshimisan? Tinchmisan? Charchamayapsanmi? Assalomu alaykum, bratam. Qalaysiz? Zo'rsiz? Tinchmisiz? Bardoqmi? Baquvvatmi? Juda ham ajoyib. O'zi ham yaxshimisan? Ha, rahmat. Jo'xa, sen video yoqqansan, obunachilar bilan nega salomlashmading? Esdan chiqib ketdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa. Va jigarlar, sizlar meni qaysi kanalimdaliklaringni bilmadim, menimcha fix Jo'xa degan kanalimda bo'lsanglar kerak. Kanalga tez obuna bo'linglar. Obuna bo'lish knopkasini bitta bossasizlar, 5 ta kanal chiqadi. Hammasiga tirs obuna bo'lib chiqinglar. Nimaga bunaqa deyapman bilasizlarmi? Agar men mana shu 5 ta kanalga 1000 tadan obunachi to'plasam, bitta obunachimga 100 ming so'm podarka qilaman. Yo'q, menga ber o'sha 100 mingni. Sen menga 1000 ta obunachi to'plab bera olmaysan. Senga bermayman. Yo'q, iltimos ber. Yo'q, bermayman. Короче, jigarlar, tez hamma kanalga obuna bo'lsin. 1000 ta obunachi bo'lgandan keyin 5 ta kanalda ham men o'zim Telegram kanalimga shunday konkurs qilaman. Aytgancha Telegram kanaliga ham obuna bo'linglar. Video opsiyasida Telegram kanal turibdi. Tak, agar video opsiyasidagi havola ishlamasa, shunday Telegram kiringlarda Jo'xa.uz TV deb yozsanglar, meni YouTube kanal, Telegram kanalim chiqadi. Nima deding men shu fikrimga? Qanaqa fikr desam? To'g'ri, obunachilarga pul bersang, balki senga obuna bo'lishar. Yo'q, men obunachilar bunaqa pastkash emas. Pul bermasam obuna bo'lishar. Like bosishni ham so'rab o'tirishim jo'at emas. Like ham bosishadi. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Bular o'zicha bir nima desam ekan? Короче, pul bilan hamma narsa hal bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Lekin sizlar obuna qo'yaveringlar, men o'zim pul beraman sizlarga pul kerak bo'lsa agar. So'ranglar, Jo'xa brat, pul kerak, menga berib turing, 405 so'm qarzim bor yo biror nima olmoqchiman, o'ylanmoqchiman desanglar, men sizlarga beraman. Qishloq nimadir bugun zerikarli. Polizlar, poliz deganda, polizimni yig'ishtirib olishim kerak-ku axir. Polizimga ishlamayman, ancha payt bo'lib ketdi, hayronman. Tak. Polizda ko'ryapsizlarmi? Shuncha narsa. Wow, mazza ko'p. Hammasini yig'ishtirib olishni yaxshi ko'raman. Bug. Minecraftning bugi bo'lyapti bu yerda. Tak, bitta olamiz ketmonchamda. Ana endi ketmon bilan chotki qilib hammasini yig'ishtirib olamiz. Tak, mana shu yerda nimadir qurish kerak, lekin vashcha to'xtinglar-da. Baliqxona qursam bo'ladi. Mana yerda bitta kichkina ko'lcha bor, qaranglar. U chotkida keldi. Lekin baliqni qayerdan olaman? Baliq topib kelish kerak qayerdandir. Bilmadim, baliqni qayerdan olsam bo'ladi. Topamiz qayerdandir. Baliq olib keltirmasam bo'lmaydimi? Baliqxona qilsam, baliq sotsam bilan jetellarga kilosini $100 sotsam, bir olishga 10 kilo oladiganlar $1000 menga beradi pul. Boyib ketaman, o'shanda chotki mashina o'raman. Mashina ham qanaqa mashina bilasizlarmi? 07mi, 06mi? Qishloqqa mos, yo traktor olaymikan bilmadim, o'ylab qoldim. Lekin menga ko'proq Laboga o'xshash yuk ortadigan mashinalar yoqadi. Traktorga ham orqasiga pritsep qo'yib olsa bo'ladi. Normalli bo'ladi. Yuk ko'proq ketsa kerak, bilmadim yani. Tak, oldin haydab ko'rmaganman traktorni yoki haydaganmanmi? Eslatib yuboringlar, haydagan bo'lsam, balki oldingi videolar traktor haqida bo'lgandir. Menimcha bitta videom traktor haqida bo'lgan. Lekin esimda yo'q, to'g'risini aytsam. Tak, qaytarib ekib chiqish kerak yana. Mana shu narsa meni asabimni buzadi. Ya'ni olish va qaytarib ekib chiqish. Tak, kartoshkalarni sabzini joyiga ekamiz. Kartoshkani joyida sabzi, bug'doy joyiga ham sabzi ekamiz. Shunda bizda hosilimiz juda ham ajoyib va ko'p bo'ladi. Tak, okey.
bo'ldi, normali. Jigarlar, kimgadir agar reklama kerak bo'lsa video davomida, albatta Telegramda menga murojaat qilinglar. Telegram manzilim tak kuchukcha yozasizlar birinchi, keyin Shohjahon pastki chiziqcha Tilov. Aytgancha, meni haqiqiy ismimga qiziqadiganlar ko'p ekan. Men haqiqiy ismim Jahongir yoki Javohir emas. Johauz bilmam qayerdan kelib qolgan, lekin haqiqiy ismim Shohjahon. O'sha oxiridagi jahon joyidan kelib chiqqan Johauz. Tak ana endi aytgancha yoshimga ham qiziqadiganlar bor ekan. Yoshim 17 da. Bilmam, balki men uylangan katta odam deb o'ylayotgandirsizlar yoki stop. Stop. Va yana bir marta stop. Bu yerda nima bor? To'xtaylik. Men hozir kirib tak fermamdan olgan narsalarimni joylashtirib chiqay. Cho'tar real narsa turibdi bu yerda. Tak qo'yamiz. Tak, okey. Aytgancha men qaysi viloyatdanligimni ham bilmayotganlar bor ekan. Surxondaryo viloyatidanman. 70-75 Surqosh deydi-yu. O'sha biznikilar o'shanaqa deydi. Tak biz 75miz. Tak, mana bu yerda nima bor? Men hayronman lekin. Tak. Cho'ta qanaqadir podval bor ekan. Tak, nima bo'lishi mumkin tayda? Sandiqjon, Sandiqbek, Sandiqxon bor ekan. Tak. Olmos 64 ta ya. Shuncha buni qaranglar. Nima men buni yoyib chiqdim. Tak, bitta qilib qo'yaylik. Tak, shuncha pula, bu menimcha merniki bo'lsa kerak. Mer har doim yo'qotadi va hujjatlardan bildim mernikiligini. Tak, bularni hozircha shuni avval borib so'rash kerak. Agar merniki bo'lmasa o'zlashtirib olish kerak. Tak, chiqamiz. Chunki o'zlashtirib olishim sababi men fermam taydan chiqyapti. Deb yopib qo'yish, yo'q, yopolmayman-da, lekin qizig'i. Mayli, bir amallaymiz, to'xtaylik. Shunday qilamiz. Bo'ldi, всё, mana o'zimni qiynab o'tiraman. Ta'rin merdan so'rab kelamiz. Bu brat siznikimi deymiz. Yo ha deydi, yo yo'q deydi. Assalomu alaykum janob. Qalaysiz? Tuzumsiz, charchamayapsizmi ishlaringiz bilan? Yo'q, o'zing qo'ydingsan. Bo'ladi, normal. Короче, nima gaplar qishloqda? Hamma narsangiz joyidami? O'zingiz hamma narsangiz tinchmi? Bu gaping bilan nima demoqchisan? Yo'q, endi aytaman-da, qishloqda o'g'rilar ko'p, nimadirlaringiz yo'qolmadimi? Yo'q, hamma narsa o'zimda. Tushunarli. Nahotki shuncha vaqtdan beri nimadir yo'qotmagan bo'lsangiz? Yo'q, tushunmayapman seni. Rostdan ham hech nima yo'qotganim yo'q. Bu gaping bilan nimamdir o'g'irlamoqchimisan? Yo'q, xudo asrasin, men o'g'irlik qiladigan odam emasman. Yo, prosta aytdim-da endi. Sizga bitta vizit tashlamoqchiman. Qanaqa? Kompyuteringiz juda ham zo'r bilaman. RTX 5090 12 GB qo'ydirib olgansiz, lekin Minecraft o'ynamaysiz. Давайте Minecraftda bitta bosib yuboramizmi? PvP. Bilmadim. Nima bilmaysiz? Siz zo'r o'ynardingiz-ku. Hozircha bilmadim. Lekin aniq bilaman kimlar zo'r o'ynashini. Kimlar zo'r o'ynaydi? Sizlarning Strike Team'dagi jamoalaring bor. O'sha jamoadagilar zo'r o'ynaydi. Aytgancha, obunachilari jahoni. Barchangizni Strike Team jamoasiga taklif qilamiz. Albatta, joylar cheklangan. Bemalol o'tirib oling. Joylar cheklangan dedim-ku. Brat, unaqa gapirilmaydi. Unaqa gapirilmaydi. Bo'pti, siz bilan valaqlashib o'tirganim uchun quyosh botyapti. Men borib uyimdagi ishlarni ko'ray, bo'ptimi? Bo'pti, gaplashamiz. Aha, davayt. Rostdan ham hech nima yo'qotmadingizmi? Yo'q, yo'qotsam aytardim senga. Birinchi bo'lib senga aytardim, top ber deb. Mayli. Tak. Brat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap, Joha? Borib uxlamaysanmi? Kech bo'ldi. Yo'q, uyqum kelmayapti. Qarang, короче, qishlog'imizda 1-2 kundan beri o'g'rilar paydo bo'lgandi. O'shanga nimadirlaringiz yo'qotmadingizmi mabodo? Yo'qotdim. Nima narsani yo'qotdingiz? Pulimni yo'qotdim. Qancha? 300 so'm. What the 300 so'mni balki ishlatib qo'ygandingiz. Yo'q, what the. Brat, nima qochyapsiz? Oyni qara, oyni chiroyligini yaqinroqda ko'rmoqchi edim. Wow, rostdan ham siz brat Vukus emas, Vukusiz dahshat ekan. Brat, endi nimani ko'rishga ketdi? Hayronman. Brat, endi nima ko'rishga keldingiz? Uxlamoqchiman, iltimos tinch qo'y meni. Zerqim yo'q to'g'risi. Kechirasiz, ming bor uzr, men kechirasiz. Meni kechiring bratanim. To'g'ri, o'zi uxlash kerak kechasi. Men ham o'zi ko'chaga nima yuribman? Brat eshikka qarab qoldi hali. Men qaytib kiradi deb o'ylayaptim, bilmam. Brat, men chiqib ketdi, eshitmaydi, gapirib o'tiribman. Takror uxlash kerak, o'zi kechib ketdi. Lekin men uyqum kelmayapti qaranglar. Shuncha narsa, bular qayerga yashirsam ekan? Bilmam.
Manda versiya bor-u, mana shuni olmos blok deb, olmosni o'ziga aylantirib yuboray. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tak. What the nima buncha? Buni men nima qilaman qizig'i? Ha, mayli bir amallab biron narsa qilsam kerak. Tamam, pullar ham ko'payib ketdi. Men boyman. Nima mashina olsam, men hujjatlar nima ekan? Tak, to'xtanglar-da. Hujjatlarni ko'rish kerak. Tak, ochamiz. Men uyimni hujjatlarimi? Tak, bunisi. Voy, rostdan ham men uyimni hujjatlari. O, qayerdan meni polzintagiga borib qoldi bilmadim-ku, lekin uyimda tursin uyimni hujjatlari. Tak, ana endi o'tirib ozroq Minecraft o'ynayveramiz. Strong Teamda qani kimlar onlayn ekan? Reddi onlayn. Doim onlayn mana shu bala bor, bilasizlarmi bu nima? Bu g'irt nima desam ekan? Nima desam, videoda so'kish mumkin emas. Bo'lmasa butun yer yuzidagi gaplarni aytib so'kardim. Tak, hazillashdim, Reddi ukam-ku, ukam bo'lgani uchun ham so'kamanda. O'zi ukalar urib ishlash kerak, bilasizlarmi? Tak, nima bo'lgan taqdirda ham kanalga obuna bo'linglar. Men uyqum keldi. Tushimda bilmadim nimadir ko'ray. Короче, uxladim. Sog' bo'lasizlar. Svetni o'chirish esdan chiqibdi. Hali endi uxladim. Paypog'imni yechmabman. Ana endi tochni uxladim.